Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Aziz din kardeşlerim, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizning bir necha kundan so'ng sentyabr oyi kira, demak, bolalarimiz ishingina tugil, ulkanlar ishinde ina bilan quyi qozu, ya'ni g'ilim olu vaqti jita. Shul sababdan biz sizni 4-sentyabrdan chaqiramiz ko'rkam matur masjidimizga, kechki o'quvlarga. Alloh nasib etsa, erlar uchun ayrim turkumlar, xotin-qizlar uchun ayrim, kimdir o'zimizning ona tilimizda bilim alır, kimdigadir rus tilida taqdim etirmiz. Shunga ko'ra barig'izda rahim etigiz, keligiz, birgalab shu matur ko'rkam haq dinimizni o'rganik, ham Alloh taolaga yaqinayik. Isen emin bo'ling'iz. Sizni kutib qolamiz.